Bizning bugun o'qiydigan hadisimiz nima haqida so'zlaydi desanglar, biz hammamiz anglashni unchalik yaxshi ko'rmaydigan, kishilar u haqida gap qilsa o'zlarini elib qochadigan bir tema haqida so'zlaydi. Bu hadisni xato tushungan kishilar va yoki qasddan xato tushundirgan kishilar o'sha hadisni tutqib turib, ba'zilari hadisga shubha keltirsa, ba'zilari islomga shubha keltiradi. Qaranglar, islom dini mana shunday terrorlik dini, kishilarning urush qilishni undaydigan din. Chunki bularning payg'ambari men kishilar bilan ular musulmon bo'lgan qadar urush qilishga buyurildi deb mushundaq degan deb bu hadisni keltirdi. Ya'ni jihad, nafs bilan jihad qilish, shayton bilan jihad qilish, kofirlar bilan jihad qilish ve munofiqlar bilan jihad qilishdan iborat 4 turlik bo'ladi. Biz Uyg'ur musulmonlarga nisbatan jihad farz ayn bo'lib eshib ketdik. Ya'ni bizning ziminimizga zolim kofirlar dinimiz qarshi urush ochig'lik, namozlarimizni cheklaglik, masjidlarimizni cheqiglik va shundaqlar bizning ziminimizni ishg'ol qilganlik. Bu sababdan Uyg'ur musulmonlarga jihad namoz o'xshash farz ayn. Farz ayn degani nima gap? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته qardaşlar. Biz bugün Allah'ın rahmeti ve fazlı bilen İmam Nevevi'ninki 40 hadis namlıq kitabından 8. hadisini okuyumuz. Bizning bugün okuyduğan hadisimiz nima haqida so'zlaydi desanglar, biz hammamiz anglashni unchalik yaxshi ko'rmaydigan, kishilar u haqida gap qilsa o'zlarini elib qochadigan bir tema haqida so'zlaydi. U bo'lsa qaysi? Jihad haqida so'zlaydi. Hamda jihad degan bu so'z tilga har bir odam buni yaxshi ko'rmaydi. Ammo yaxshi ko'rmasimi, bu bir musulmonga nisbatan namoz qanday muhim bo'lsa, zakat qanday muhim bo'lsa, shunda bir muhim bir ibadet. Shuning uchun Alloh taolo Qur'oni Karimda bizning tabiatimizni bilgachga, bizning jihatdan qochadiganligimizni, jihatni yomon ko'radiganligimizni bilgachga nima dedi? Kutiba alaykumul qital va huwa kurhul lakum. Sizlarga yomon ko'rilsa-mu, jihad sizlarga farz qilindi. Asa an takrahu shay'an va huwa khayrul lakum. Yomon ko'rilgan ish sizlar uchun yaxshi bo'lishi mumkin dedi. Chunki insonning tabiati yumshoqni yaxshi ko'radi, rohatni yaxshi ko'radi, jafodan qochadi. Lekin ba'zi jafolarda foyda bor, yaxshilik bor. Va shundaqlar ba'zi vaqtda mana bu shundaq jihatdan iborat bu jafo bir iymon e'tiqodiga nisbatan namoz qanda farz bo'lgan bo'lsa, shunda farz bo'lib qoladi. Shuning uchun biz namozning hukmlarini bilgandek, bu jihadning hukmini bilish kerak. Jihadning qanday vaqtda farz bo'lganligini bilishimiz kerak. Jihadniki kimlar bilan qildiganligini bilishimiz kerak. Bugungi hadisimizda biz o'sha haqda to'xtalamiz. Biz old bilan hadisni bir o'qiylik, ondan keyin şerilep mağamız. Bismillahirrahmanirrahim. An İbn Ömer radıyallahu anhuma enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. İbn Ömer radıyallahu anhuma nakil kılındı. Hakikaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundak dedi. Umirtu en uqatilen nase hatta yeşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve yuqimus salat ve yu'tuz zekat. Men kishilar bilan taki ular la ilaha illalloh Muhammedur Rasulullah, Allohdan boshqa iloh yo'q, Muhammad Allohning elchisi deb guvohlik berganga, namozni turg'izganga, zakotni ado qilganga qadar urush qilishga buyurildim. Jihad qilishga buyurildim. Fa iza fa'alu zalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Agar ular uni qilsa, ya'ni musulmon bo'lsa, namoz o'qisa, zakot bersa, mendan qonlarini va mollarini saqlab qoldi. Illa bi haqqil islam. Ammo islomning haq huquqi bilan qini va meliga İslam'nınki haq huquqida bir jazo qiladigan va bir belgilama qiladigan ishlar bo'lib qolsa, bu shu bo'yicha bitaraf qilinadi. Va hisabuhum alalloh. Uning hisobi Allohga. Ya'ni bir odam men Allohga ishinaman deb qo'ydi, namozni shakliy jihatdan o'qib qo'ydi, zakotni shakliy jihatdan berib qo'ygan bo'lsa, u o'xshashlar uning qani va meli harom bo'ladi. Uning qalbining hisobi Allohga. Hadis müşahada xırlaştı. Hem de bu hadisini şerhleyimiz. Qaydıgan bolsak hadisning başida Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam men kishilar bilan kishilar toki shahodat aytib musulmon bo'lganga, namoz o'qiganga va zakot bergan qadar urush qilishga buyurildim dedi. Endi Rasulullohning oyatiga bir qarab baqayli. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga vahiy kelgandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qulga qilishni elib jamiyatga chiqib, "Ey xaloyiq, musulmon bo'linglar, namoz o'qinglar, zakot beringlar, bo'lmasa men sizlarni urush qilaman" deb qilishni ko'tarib manganmi? Yo'q. Shuning uchun bu hadisni biz to'g'ri tushunishimiz kerak. Agar to'g'ri tushunmasak, xato tushunchaga kelib qolamizda, din dushmanlarining shubhalariga aldanıp ketimiz. Masalan, bu hadisni xato tushungan kishilar va yoki qasddan xato tushundirgan kishilar o'sha hadisni tutqib turib, ba'zilari hadisga shubha keltirsa, ba'zilari islomga shubha keltiradi. Qaranglar, islom dini mana shunday terrorlik dini, kishilarning urush qilishni undaydigan din. Chunki bularning payg'ambari men kishilar bilan ular musulmon bo'lgan qadar urush qilishga buyurildi deb mushundaq degan deb bu hadisni keltirdi. Vaholanki Qur'on Karim qaydigan bo'lsa, Qur'on Karimda Alloh taolo nima dedi? La ikraha fid din. Dinda zo'rlash yo'q dedi. Unda olsa bu hadisni qanday tushunamiz? Bu hadisimiz to'g'ri tushungan vaqtimizda bu oyat bilan zidlashmaydi. Hadisning teksti qaydigan bo'lsak, umirtu en uqatilen nase hatta yeşhedü en la ilahe illallah. Men kishilar bilan urush qilishga degan bu so'zni ifodalagan uqatila degan so'z arab tilida boshqalar urush qilgan vaqtida urush qilishga ishlatiladigan so'z.
Ya'ni boshqalar menga urush ochgan bo'lsa, ular bilan qanday qilishga, urushishga deganni bildiradi. Hargizmi jin tug'an kofirga emas, iski chaqilmagan kofirga emas, bunda kofirga urush qilishga dinimiz buyurilmaydi. Uningga da'vat qilishga, islom yetkazishga buyurildi. Hamda deyish mumkin. Bu yerda kishilar debdi, kishilar degan uning ichidan bizga urush ochgan degan qanday chiqarib olamiz desa, birinchi ulab uqatila degan bu arab tilidagi so'zni chiqarib olamiz. Bu uqatila ikki tarafdan bo'ladi. Menga urush ochgan degan ma'no mushadan chiqadi. Ikkinchisi bu nas, ya'ni kishilar degan so'z arab tilida kishilarning hammasiga ishlatiladi, bir qism kishilarga ishlatiladi, oz bir qism kishilarga ishlatiladi. Nas degan bu so'z. Masalan, Qur'oni Karim qaytgan bo'lsak, "Valillahi alan-nas hajjul bayt man istata'a alayhi sabila." Ya'ni nas so'zi shada bor. Kishilarga Allohning baytini haj qilish qodir bo'lganlarga farz qilindi dedi. Endi hamma odamga haj qilish farzmi? Yo'q. Musulmonga qodir bo'lganlarga farz. Va undan boshqa masalan sahobalar Uhud urushida biroz talafatga uchrab, Hammaul Asad keyinni qo'llab bordi-ku. Ana shu vaqtda munofiqlarning deb keldi. Sizga kishilar to'plashdi dedi shunda. Allazina qala lahumun nas. Innan nasa qad jama'u lakum. Bir kishilar, ya'ni munofiqlar sizlarga nas, kishilar to'plashdi dedi. Hamma odam to'plashganmi? Demak bu nas degan so'zi hamma odamni ko'rsatmaydi. Unda bo'lsa payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning bu yerdagi men kishilar bilan urush qilishga buyurildim degani, kishilarning ichidan, ya'ni kofirlarning ichidan dinga urush ochgan, musulmonlarning zaminni besib olgan kishilarga urush qilishga buyurildim degan bo'ladi. Bu jihadning farz bo'lish sababi va hikmati. Ya'ni bizning dinimizga bir kofirlar hujum qilgan bo'lsa, dinimizni to'sgan bo'lsa, uning qarta urush qilinadi. Qachongacha? Ular musulmon bo'lgan qadar, namoz o'qigan qadar, zakot bergan qadar. Agar mushuni qilsa, urush to'xtaydi. Ya'ni urushni to'xtashining birinchi sababini bayon qildi bu hadisda. Undan boshqacha zamindan chekinib chiqdi, ziyonlanib tuldi. Undan keyin musulmonlar u yerga kirib, u yerning hukmronligini qo'llagan bo'lsa, boj to'lasa, u kofirlarning mol-mulki qani musulmonlarniki qanday qo'dalgan bo'lsa, shunda qo'diladi. Demak, bu hadis kofirlardan musulmonlarga urush ochgan, zaminni besib olgan kofirlarga qarshi urush qilish, ya'ni jihad qilishni bildiradi. Hargizmi kofirlarning hammasiga emas. Va shundaqla urush qachon to'xtaydi? Musulmon bo'lsa to'xtaydi. Ya'ni urush to'xtashininki birinchi sababi musulmonlarga nisbatan ularningki musulmon bo'lishi. Undan boshqa sabablarmi bormi? Bor. Ammo bu hadis mushu bir sababini bayon qilgan deymiz. Shunga bu hadisni boshqalar oldinga akilib tashlab, hadis deganga ishonilmaydi. Qara Qur'on Karimda dinda majburlash yo'q desa, sen hadis degan bu so'zda payg'ambar kishilar bilan shunday urush qilishga buyurildim desa, bu qandoqmi moslashadi Qur'on bilan zidlashmadimi deb sizlarni qo'ymoq turishi mumkin. Hadis inkorchilar. Amaliyotda buni biz to'g'ri tushungan vaqtimizda bu Qur'on bilan zidlashmaydi. Bu jihad qildigan kishilarningki turi va shundaqla urush to'xtashininki sababini bayon qiladi deb tushunsak bo'ladi. Undaqda bu hadis jihad haqida bo'lganligi uchun biz jihadningki hukm haqida qisqacha bir tushunchaga ega bo'laylik. Oldin jihad degan nima? Jihad degan bu so'z umumiy keladi. Ya'ni jihad nafs bilan jihad qilish, shayton bilan jihad qilish, kofirlar bilan jihad qilish va munofiqlar bilan jihad qilishdan iborat 4 turlik bo'ladi. Insonning nafs bilan qiladigan jihad nima bilan bo'ladi? Duo bilan bo'ladi, ilm bilan bo'ladi, ibodat bilan bo'ladi. Va mushuni izchil qilish bilan, mushuni qilishda tirishchanlik ko'rsatish bilan bo'ladi. Eng avval cho'ng jihadni ilgari kofirlar bilan, ya'ni biz urush ochgan kofirlar bilan qiladigan jihadni ilgari inson nafs bilan jihad qilish kerak. Mushuning alga vaqtida ondan keyin o jihatda mustahkam tura oladi. İkinci ulab shayton bilan jihad qiladi. Shayton bilan qanday jihad qilamiz? Shayton bizni turli narsalarga vasvasa qiladi ya. Shaytonning hiylalarini bilish orqali uningga qarshi turib, u bizni buyurgan, u bizni qiziqtirgan ishlarga qarshi harakat qilish bilan bo'ladi. Uchinchisi bo'lsa jihadning turi kofirlar bilan qilinadigan jihad. Kofirlar bilan jihad qilinadi, ammo kofirlarning hammasi bilanmi? Undaq emas. Kofirning hammasi bilan jihad qilinmaydi. Kofir bir qancha turlik bo'ladi. Birinchisi dinga kirmagan, ammo dinga dushmanlik qilmagan kofir. Musulmonlarning diniga urush ochmagan kofir. Musulmonlarning zaminiga besib kirmagan kofir va shundaqla buningga yordam bermagan kofir. Bundaq kofirlarga nisbatan urush ochqilib bo'lmaydi. Ularga da'vat qilinadi. Hatto bundaq kofirlarga yaxshilik qilsak bo'ladi. Alloh taolo Qur'on Karimda la yanhakumullohu anillazina lam yuqatilukum fid-din va lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum va tuqsitu ilayhim innalloha yuhibbul muqsitin. Alloh subhanahu va taolo sizlarga diningizda urush ochmagan, zaminingizdan qo'g'lab chiqarmagan kofirlarga qarshi ularga yaxshilik qilsanglar, odillik qilsanglar, buni hargiz to'smaydi. Shundaqla bu odillik qilish Alloh yaxshi ko'radigan ishning qatoridan. Alloh subhanahu va taolo odillik qiluvchilarni yaxshi ko'radi deydi. Demak, birinchi urush ochqilib bo'lmaydigan kofir. Ikkinchi turli kofirlar qanday desanglar, mayli qanday turli kofir bo'lsin, biz tani so'zlaydigan bizning islom davlatimizga va yoki biz yashayotgan davlatga viza olib kirgan kofir va ya bundaq kofirga chaqilib bo'lmaydi. Chunki viza degan bir ahd. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom qanday bir ahd bilan kirgan kofirga bir odam chaqiladi ekan, u odam jannatning turqini puryanmaydi degan. Bundaq kofirga chaqilg'ali bo'lmaydi. Uchinchi turli kofir cho desa, musulmonlarning diniga urush ochgan, dinini cheklagan, namozini cheklagan, ayollarning hijobini cheklagan, masjidlarini chaqqan va shundaqla musulmonlarni yurtidan qo'g'lab chiqargan, zamin ishg'ol qilib olgan kofirlar. Mana mushundaq kofirlarga qarshi urush qilish shu zamindagi musulmonlarga farz ayn bo'ladi. Agar u zamindagi musulmonlarning kuchi yetmasa, uning qo'shnisiga farz ayn bo'ladi. Uning kuchi yetmasa, uning qo'shnisiga farz ayn bo'lib, bu shaklda kengayadi.
Aslida jihad umum musulmonlar uchun farz kifoya. Farz kifoyaning nima ekanligini bilasizmi? Bir bölük musulmonlar qilsa, boshqalardan saqit bo'ladi. Ammo jihad qachon farz ayn bo'ldi desanglar, birinchi bo'lib dinimizga urush ochgan bo'lsa kofirlar. Ikkinchi bo'lib zaminimizga besib kirgan bo'lsa, uchinchi bo'lib musulmonlarningki imomi, rahbari va bir islom davlatining raisi, davlatning manfaati va umum musulmonlarning manfaati uchun paloniyaga urush qilamiz, jihad qilamiz deb jihad chaqiriqini qilgan bo'lsa, farz ayn bo'ladi. To'rtinchi bo'lib mujohidlarning sepidagi odamga farz ayn bo'ladi. Yani farz kifoya deb qarsaqmi, ammo bir bölük mujohid bo'ldi-ku, farz kifoyani saqit qilgan. Shu mujohidlarning sepida bo'lib qolsangiz, siz yo'q bu farz kifoya ekan deb chiqib ketsangiz bo'lmaydi. 5-olab, agar mujohidlar sizga ehtiyojli bo'lib qolsa, zur ehtiyojli bo'lib qolsa, sizga jihad farz ayn bo'ladi. Mana shu 5 xil ahvol ostida jihad farz ayn bo'ladi. Shunda bo'lsa, bizga jihadning hukmi qanday ekan? Biz Uyg'ur musulmonlariga nisbatan jihad farz ayn bo'lib eshib ketdik. Ya'ni bizning zaminimizga zolim kofirlar dinimiz qarshi urush ochig'lik, namozlarimizni cheklaglik, masjidlarimizni chiqiglik va shundaqlar bizning zaminimizni ishg'ol qilglik. Bu sababdan Uyg'ur musulmonlarga jihad namoz o'xshash farz ayn. Farz ayn deganim nega gap? Buningdan ayol kishi mustasno, sarang mustasno, qul mustasno. Unda bo'lmaydi ekan, erkak bo'ladi ekan, aqli o'sha joyida bo'ldi ekan, har biriga farz ayn degan gap. Xo'sh, unda biz jihad qilamiz, qanday qilamiz? Tayyorlik qilish farz ayn bo'ladi. Jihadning hukmi shunday esib turdi, andagimizga tayyorlik qilish farz ayn bo'ladi. Tayyorlik qanday bo'ladi? Tayyorlik iymoniy tayyorlik, ta'lim tarbiyadagi tayyorlik, moddiy tayyorlikdan iborat mush 3 qismni o'z ichiga oldi. Shuning uchun Uyg'ur musulmonlari men ustimdagi burchimni ado qilay, farzlarni ado qilay, qiyomat kuni Allohning oldida hisob kitobim oson bo'lsin deydi ekanmiz, ustimizga namozlardan boshqa mana mushundaq farz aynlarni ado qilishimiz kerak. O'quvchi cho'qim men mush o'qishim orqali bir jihad qilma va yoki jihadga foydali bir ish qilma, ya'ni jihaddan iborat bu qurishninki bir xishi bo'laman demaydi ekan, bu farzni ado qilmagan bo'ladi. Bu farz ayn uning ustida qolib qoladi. Bir tijoratchi men pulimni shu yerga ishlataman demaydi ekan. Va shundaqla shuning tayyorliklari bor masalan. Ilmiy xizmatlar deymiz, shu yerga tutashgan ilmiy xizmatlar deymiz, undan boshqa ta'lim tarbiya deymiz. Shu niyatda bo'lmaydi ekan. Ayrim bir shaklda bo'lib oladi ekan, hargizmi u farz ayn ularningki ustidan saqit olmaydi. Masalan, ko'p pul topgan qarindoshlarimiz nayt xotirjamiyaga pul xajlaydi. Shundaqmi? Men musulmonlarning qutulishiga foydasi bo'lmaydi ekan, xajlagan pulninki, u uning ustidagi farz ayni ado qilinmaydi. Gerçi ba'zi bir xotirjamiyalarga pul xajlab, yetimlarga pul xajlab, uni pulga xato deganlik emas. Pul ayollarga pul xajlab, men savobliq ish qildim-go deb o'zining ko'nglini oldigandek va yoki o'zining ko'nglini bir oz aram topqizgandek qilsin, ammo u musulmonlarning umumiy shaklda bir uyg'onishiga, jaholatdan qutulishiga, zulmdan qutulishiga bir sabab bo'lganiga taqashmaydi ekan, berib u xajlagan puli uning ustidagi farz ayn shunda saqit olmay turadi. Endi bu gap ko'pincha kishilarga yoqmasligi mumkin. Alloh taolo Qur'on Karimda ayt uchiq deb qo'ydi. Kutiba alaykumul qital va huwa kurhul lakum. Jihad qilishlarga farz qilindi, sizlar uni yomon ko'rsizlar. Qalbimiz yomon ko'rsimi, bu bir farz. Qiyomat kuni Alloh subhanahu va taolo bizni bundan so'raydi. Shuning uchun bugungi Uyg'urlar boshqa Turkiyadagi va yoki davlat va boshqa musulmonlarga qarablam shundaq yashab ketishni o'ylab qoladi ekan, hargizmi hisob kitobdan qutlanmaydi. Chunki bir boyga farz qilingan narsa bilan nomratga farz qilingan narsa o'xshamaydi-ku. Kengchilik yerdagi musulmonlarga farz qilingan narsa bilan tojchilik yerdagi musulmonlarga farz qilingan narsa o'xshamaydi. Mukofoti o'xshamaydi. Shuningdek, biz Uyg'ur musulmonlarga farz qilingan narsa bilan turk musulmonlarga farz qilingan narsalar, ustimizdagi majburiyatlar bu o'xshamaydi. Biz Uyg'ur musulmonlarga farz qilingan narsa bilan Yevropadagi musulmonlarga farz qilingan narsa o'xshamaydi. Bizning masalamiz ayrim, bizning mas'uliyatimiz ayrim. Biz o'zimizning ustidagi masalani ado qilmasak, boshqa musulmonlardek normal yashab o'tib ketsak, vallahi buning surug'idan chiqolmaymiz. Chunki yuqori hadisda deyilganda Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam umirtu, buyuruldum dedi. Kimga? Bizga urush ochgan kishilar qarshi urush qilishga buyuruldum dedi. Bizmi ana shundaq bizga urush ochgan, bizning dinimizni cheklagan, zaminimizga kirgan kishilar qarshi urush qilishga biz buyuruldik. Gerçi qo'qsaqmi bu gapdan demasak bo'lmaydi, anglamasak bo'lmaydi, ijro qilmasak bo'lmaydi qo'limizdan kelishicha. To'rtinchisi jihadning qaysi desanglar munofiqlar bilan qiladigan jihad. Odatda munofiqlar islomga to'xtamay dushmanlik qiladi. Islomni sat ko'rsatishga tirishadi. Bir musulmon shaxsda bir xatolik yuz bergan bo'lsa, shuni so'rab chiqish orqali islomning hammasi musho deb sat ko'rsatishga tirishadi. Masalan, Turkiyada bor bu. Bir imomdan birisi bir paskashlik qilib qolsa, uni chiqib taqitib qarang islom degan musho deb qana qiladi, musulmonlarni yoki urushga tirishadi. Bizning Uyg'ur jamiyatimizda bor bu din dushmanlari. Bir shaxsning xatolik yuz bergan bo'lsa, agar u shaxs soqolli bo'lib qolsa yoki ayol kishi hijobli bo'lib qolsa, uni chiqib qaranglar musulmonlarning hammasi musho deb qildi. Bu munofiqlarning alomati. Buning qarshi qanday kurash qilinadi? Til bilan, hujjat bilan, munozir bilan, ilmiy shaklda jihad qilinadi munofiqlar bilan. Chunki munofiqni biz bilmaymiz. Masalan, munofiqlar shunday dushmanlik qiladi dedi-ku, masalan. Qalbini biz bilmagachga, uning alomatini bilamiz. Shunga uning qilgan ishlar qarta biz raddiya beramiz. Qanday raddiya beramiz desanglar, masalan, yuqorida o'tdiq-ku, bir diniy odamdan birisi sat ish qilib qolsa, munofiqlar darhol harakat qilib, qaranglar islom degan mushu, bu odamlar mushundaq, bu odamlar mushunda axloqsiz deb islomga hujum qilishga boshlaydi-ya. Shundaq savol qo'yamiz. Bir dindardan birisi xatolik o'tkazib, siz islomdan nafratlanibsiz. Bir savdogardan birisi va korxonchidan birisi ana shundaq sat ishni birini qilgan bo'lsa, sizningki shirkatdan va korxonchilikdan va pul tepishdan ko'nglingiz
Yandimi? Hech kimning yanmaydi shunda. O shaxsning xatoligi deb tushunadi. Pul orqali kishilar shunday rezilliklarni qiladi. Ammo bir odamning pulning royini yanganini ko'rdingmi? Endi dinga kelgan vaqtida birisi xatolik o'tkazsa, uning hamma gunohini dinga atadi. Bu bir insofsizlik, bu bir din dushmanlarininki, munofiqlarninki dinga dushmanlik qilish yo'li. Mana bu shundaq din dushmanlariga ularning mana shundaq abdi bashasini ichib birish bilan, kishilarning kallasini azod qilish bilan jihad qilinadi. Demak, bugungi hadisimiz jihad qilish orqali Alloh subhanahu va taolaninki so'zni ustun qilish va shundaqla islomninki mujadil ruhi va islomning eng oxirgi g'oyasini bizga so'zlab beradi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni bu hadisga amal qilishni nasib qilsin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Muhammedur Rasulullah